Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun yana bitta g'oyani boshladik. Hammamiz bilamiz, o'zimizda kafemiz, oshxonamiz va restoranimiz yoki game klubimiz va bilyardni barlari bo'ladi. Sizlarga zo'r ideya qilib berganmiz. Monoblok chek printer va programmasi bilan programmani oylik to'lov yo'q, ishlashini ko'ryapsizlar kerak. Programma zakaz urasizlar, saqlanib qilasiz va uploadda naqd karta so'raydi. Nalishni qilib to'lov qilamiz. Mana shu chek chiqib keladi. Programmaga hech qanaqa oylik to'lov yo'q, internetsiz ishlaydigan, sotib olasizlar bo'ldi. Programmani va shu оборудование narxi $444 qo'yib beramiz. Yo'q, oka, menda chek printer, monoblokimiz bor, unga programma kerak esa, programmani narxi esa $159 ga qo'yib beramiz. Bilamiz, programmalarni onlayn to'lovli bo'ladi, oylik to'lov har oy to'lashingiz kerak. Bularni siz sotib olasizlar, okalar. Bilamiz, eng arzoni $30 va 12 oyga ko'paysangizlar $360 chiqib kelyapti. Sizlarga zo'r narx $444. Komplekt yo programmani o'zi esa $159 ga qo'yib beramiz. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat.